Assalomu alaykum aziz va qadrli tomoshabinlar, ayniqsa o'zbek tili muxlislari. Qadrli do'stlar, yori birodarlar, aziz yaxshilar, bugun nihoyatda xursandmizki, yana bir dars bilan sizlarni uyingizga, xonadoningizga mehmon bo'lib turibmiz. Umid qilamiz, bizlar olg'a olib borayotgan darslar sizga yoqimli bo'lsa, o'sha kamchiliklarni o'rtadan ko'tarishga, bartaraf qilishga yordam bersin. Bugun ko'p gapirmasdan, vaqtlaringizni olmasdan o'tamiz 38-darsga. Bugun biz 37 darsimizga taqdim qildik. 38-darsni ham hozir sizga taqdim qilish niyatimiz bor. Yaxshilar, to'g'ridan-to'g'ri o'tamiz, gapni ko'paytirmasdan. Mana bu yerga televizorlari skrinida berilgan o'zbek tili 38-dars. Hammamiz ko'rib turibmiz. Ot so'z turkumi ustida yana ham bahsimiz davom etar ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Otlarning yasalishi haqida bugun gaplashib o'tamiz. Otlar qanday yasaladi va qaysi so'zlar vositasiga, qo'shimchalar vositasiga o'rtaga keladi. Otlar 4 xil usul bilan o'zbek tilida yasalar ekan. Biz otni o'zbek tilida 4 usul bilan yasaymiz. Biri nimada? Ot yasovchi qo'shimchalar yordamida, ko'magida yasaymiz. Ikkinchi nima? So'zlarni qo'shish yoki juftlash, ikkita so'zni bir yerga qo'shish bilan ham biz ot yasaymiz. Uchinchi, turkumdan turkumga so'z ko'chishi yordamida. Masalan, sifatdan otga, fe'ldan otga ko'chayotgan so'zlarimiz bor. To'rtinchi nima? So'zlarni takrorlash yordamida ham biz nima qilamiz? Biz ot yasolamiz. So'z yasovchi qo'shimchalar bilan ot yasash morfologik, ya'ni sarfiy usul deb ham yuritiladi bu. Ot yasovchi qo'shimchalar asos bilan birikkan holda quyidagi ma'nolarni bildiruvchi otlar yasaydi. 1. Shaxs, ya'ni nafarni otini yasovchi qo'shimchalar. Narsa, buyum, jins otlarini yasovchi qo'shimchalar. O'rin, joy otlarini nimada yasovchi qo'shimchalar. Mana shu qo'shimchalar nima qiladi? Ot yasaydi. 4-chi, mavhum ot yasovchi qo'shimchalarki, shu qo'shimchalar yordamida biz ot yasalaymiz. Shaxsiy ot yasovchi qo'shimchalar qanaqa deb so'raganda qanday javob beramiz? Ch qo'shimchasi bor, a? Ch shaxsiy ot yasovchi qo'shimchalar jumlasidan ish-chi. Gul-chi deymiz, a? Ishchi, gulchi, qo'shchi, bu chi vositasi ish. Nima qildi? Masalan, ishdan ishchiga o'tkazdi, guldan gulchiga o'tkazdi, narsadan shaxsni otiga o'tkazdi. Yo'lchi, yo'lchi. Dosh qo'shimchasi. Bu ham nimadir? Shaxs ot yasovchi qo'shimcha. Ulkadosh, sinfdosh, yo'ldosh, kor, kar, gar, gor shakllari ham bor korni. Bu ham shaxs ot yasovchi qo'shimchalar. Masalan, loykor deymiz, a? Misgar deymiz, a? Zargar deb ishlatamiz. Shunaqami? Xizmatgor deb ishlatamiz masalan. Bular nima edi? Shaxs ot yasovchi. Kash ham bor masalan. Dardkash, zahmatkash, aravakash, karochikash, aravakash, godikash. Dor masalan. Dildor, g'amdor. Bon masalan, bog'bon, darvozabon kabi so'zlarni yasashga xizmat qiladi. Boz, qumorboz, shinos, tilshinos, do'z, do'ppi do'z deymiz masalan. Guldo'z deymiz masalan. Bu qo'shimchalarning qaysi tildan qanaqa kirib kelganini ustiga biz bahs qilmaymiz. Shular faqat shaxs ot yasovchi qo'shimchalarda. Soatsoz, xur, poraxo'r masalan. Parast, butparast masalan. Ikkinchi nima? Narsa, buyum otlarini qanday qo'shimchalar vositasiga biz yasalaymiz? Gich, kich, g'ich, g'ich. Ya'ni g. Kisi bor, qisi bor, g'i, g'u, ke, ak, oq, yiq, yek, uq, mi, yem, don, noma, qin, qun, yin, indi,
Poya, qoq, chiq, chak, machoq, iz, ti, it, mish, moq, mak, chaq qo'shimchalari bor. Bular narsa, buyum otlarini nima qiladi? Yasaydi o'zbek tiliga. Gich dedik masalan, bir misol berdik. Muzlatgich. Ge dedik masalan. Soyagi. Soyagi mayiz yegansiz albatta aka. Don dedik masalan. Qalamdon. Qalamdoniz bordir balki mezingizning ustida. Qin dedik. Qundagi g'in masalan shakli. Toshqin, yong'in. Yin, un masalan on shakllari. Tugin deymiz masalan. Tug, tugin. Yo unun qo'shdi. Ekin, ekin. Yo yindi masalan. Yuvindi. Cho'kindi deymiz u saylov. Chiq masalan. Yopinchiq. Va shu kabi boshqa aytgan so'zlarimiz ham borki, bunga misollar ko'p. Shunaqa qilib biz nima qilamiz? Narsa buyum otlarini yasashga harakat qilamiz. Mana shular vositasiga yordamida. Xo'p azizlar, va yaxshilarning yaxshisi o'zbek tili, ona tilini sevadigan yoshlar. Bugun biz ikkita masalani o'rganib o'tdik. Bir tan shaxs otlari yasovchi va bir tan narsa otlari yasovchini, o'sha qo'shimchalarni o'rgandik. Shular vositasiga bizlar ot yasaykanmiz. Shaxs otlarini va narsa va buyum otlarini yasaykanmiz. Qolgan bahsini kelasi darsga davom beramiz. 39-darsgacha. Har biringizni kelasi darsgacha Allohga topshiraman, bu bo'limni yaxshilab o'rganib oling.